Hop, Ovoz qanaqa menda adres? Hangi ovozga? Hop, assalomu alaykum YouTube ahli, Durnoy Gaming obunachilari, qalaysizlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Juda ko'p nima deydi, uzoqdan olib kelmayman, tez boshlayman. Ekranlarimizni almashtirib, birinchi o'rinda o'tgan safar qo'yilgan videodagi 10.000 UC'li samolyotni birinchi o'rinda aniqlab tashlab beraman. Hop, akalar, silkani tashlab, tayyor qilib yuklab qo'ydim. Shuncha odam kommentariya yozgan. Aslida kommentariyalar ko'proq, lekin bitta odam ikkitadan yozganini hisoblamaydi bu programma. O'sha silkaga tekshirib olasizlar va hozir g'olibni aniqlayman. Bu videoda ham bitta katta samolyot qo'yib yuboramizmi? Durnoy brat, nima deysiz? Farqi yo'q. Qo'yib yuboramiz. Bratga vashif farqi yo'q. Akalar, 10.000 UC'li samolyot Durnoydan uchib boradi sizlarga. Buning uchun qilishinglar kerak bo'lgan ish, Durnoy Gaming YouTube kanaliga obuna bo'lasiz. Mana shu ko'rib turgan videongizga bitta dona like bosasiz, kommentariyaga o'zingizni ID'ingizni biz topa olishimiz uchun yozib qo'yasiz. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Если что uni o'rniga 100C qo'ying, boshqa deyotganlar, 100C qo'yilgan konkurs ham ketyapti. Telegramda Ultra PUBG yoki Durnoy deb qidirsanglar chiqadigan kanal orqali 20.000 100C, 10 ta Royal Pass va ikkita u yoqda ham katta mana shunaqa populyar 10.000 UC'li samolyot qo'yilgan konkurs ketyapti. Qatnashinglar, ikki dona kanal, mani kanalim, Durnoy kanallariga obuna bo'lasizlar. Bo'ldi, qiyin narsa yo'q. Hop, g'olibni aniqlaymiz. Niklari sal ekan, IDlari oldik hozir. Mayli, endi tan olib qo'yibdilar-yu. Hop, Scorpion mana. Scorpion degan nickdagi bratga hozir biz Durnoy akkauntidan bitta kattagina samolyotni aka O'zbekistondagi nomerali akkauntdan sizga samolyot ketyapti, brat. Qarang. Bilsangiz bilarsiz. Uchmadi, hozir menda mana animatsiya bug bo'lib qolgan. Bundoq qilsa lekin mana ko'ryapsizlar. Hammasini pachesdimi? Xullas akalar, biz hozir Honor ruletkani ochamiz, undan keyin bu akkauntni obzorini qilamiz. Ya'ni akalar, butun shubha, gumonlar va nima deydi, so'roq ostida qolgan savollarga hozir mana shu videoda javob topamiz. Xudo xolasa, sizlar like bosganinglar uchun birinchi o'ntalik sizlar uchun ataladi. Mana ketdik. Hozir propos bilan bam ochamiz katta ehtimol bilan-da. Hop, bu orada yana bizda kuchaytirilmay qolgan arujalar bor. Ularni ham bir full qilish uchun streamda qilsa ham bo'ladi. Bugun ertaman Mash akkauntdan stream qilmoqchiman. Ya bugun emas, bugun video chiqdi baribir bo'lmaydi. Kechagi safar ham qila olmadim, ming bor uzr. Rostdan mana aybim bu. Men o'zim sal vaqtida olmay qoldim. Lekin ertalarga bir stream qilaman, Mash kanalda, Mash akkauntda qilaman. O'shanda bir nimadirlar o'ylab topamiz akalar. Ham yana akkaunt kamini ko'rib chiqamizmi, obzorini misol ko'ra olmagan joylarimiz boshqasini yana populyarni tarqatamiz. Mash akkauntda balki mana bir o'ynarman, endi nomerali akkaunt o'ynagim keladi. Meni ham xullas, shuna qilamiz akalar. Ha. Balki misol nimadirlar yana ochib turib qolgan ro'jalarni full qilamizmi streamda. Chunki video juda uzayib ketishiga to'g'ri kelib qolyapti akalar. Chunki ko'ryapsizlar mana, ultimate yaxshi. Men buni sirini mani videomni ko'rdinglarmi? Ultra PUBG kanalida videoni ko'rdinglarmi? Ko'rgan bo'lsanglar, katta xato qildim men, lekin yo'qda bir ko'ringlar mayli. Ko'rmaganlar uchun spoiler bermayman. Ko'ringlar, lekin oxirigacha ko'radigan video bo'ldi. Chunki oxirigacha bormasa bo'lmaydigan ish qilib qo'ydim, adashib xato qilib. Mayli endi. Nasibga. Yaxshi, parashyutimiz ham tushdi. Mana bu narsa 3 ta to'lguncha baribir ochamiz biz. Oha, kimam? Nechta keladi? Zo'r tushyapti lekin. Bu akkauntda zo'r tushyapti. Mana open case'imni ko'rsangiz sizlar, oha, parashyut necha marta beradi? Parashyutni nima qilaylik shuncha parashyut? Necha kelayapti parashyut? 38 ta keladi. Bizga bermagan mifiklarni bersa, undan ko'ra yana ham ma'noliroq bo'lardi, masalan. Ya vashshi zo'r berdi. Bitta gap aytaymi, 825 ta. Men lopmas bir 300 ta ochganimda 1000 ta bo'ldi. Sizda vashshi zo'r shikkanlar. Oha. Bunaqa bersa meni ko'tim kuyadi. Vashshi u donatorskiy akkauntga qaramas ekan demak, omadsizlik yoki men bugun omadsiz bo'ldim o'zim akkaunt. Shuncha parashyutni nima qilaylik? 88 38 o'tdi. 88 ta berar ekan. Da, shuni hisobiga ham ko'paydi. 3 ta garantgacha ochaylik. Mana bu 3 ta garant bo'yicha bu yoqdan ochamiz. U yog'ini keyin garantiyadan bam olamiz. Yaxshi. Oha. Parashyut so'ratib olganmiz siz aka. Nima bu parashyut beraveradi sizga? Endi emotsiyaga o'tdik.
Parashyut bilan kontrakt qilingan. Nimadir bagi bor aka. Если что мифический parashyutinglar bo'lmasa, Honor ruletka ochinglar. Ey, вообще zo'r. Нормальный lekin zo'r beryapti. Ya, вообще zo'r ishoning zo'r beryapti. Aka, meni o'qib kesimni ko'ring, o'zingizni qiling dirdim, akkauntingizga mehringiz oshib ketdi. Yo, taktikasiz ham zo'r beryapti. Realni men taktika har balo qildim, hech narsa bermadi. Biratda prosta ochib o'tirib biz beryapti. No, biz uje hamma narsani ola olamiz. Men 3-garantgacha ochmoqchiman. Bo'ldi. Uje hamma narsani olamiz. 100% olamiz. Qarab turinglar. Hozir men ishonmasangiz ko'rsataman. 3-sini ochdikmi? Bo'ldi. Qaranglar. Nima qilamiz? 1600 ta. Hop, bu yoqdan biz eng arzonlarini olamiz. Bitta narsa ham bor, hali miskini ham bermabdi. 120 700 ta. 700 ta bo'lsa 8 yo'q, yana ozgina ochar ekanmiz. Yana ozgina ochar ekanmiz. Yana xato qilmaylik, yana xato qo'yishdan qo'rqyapman akalar. Endi ortiq qolsa ham ko'ring, spoiler bermayman, ko'ring. Video yoqsa unda donat qoladi. Uzr. Yaxshi. Aylasin. Anaqa Короче, bilmadim, ahmoq odam qiladigan chiqib qo'ydim-da, yomon xato qildim. O'zimga qimmatga tushdi-da, xullas. 30 mingga bitadigan ishni 50 mingga bitirdim. Ama buni qilib quloqni ko'rsat deganda bunday qilib ko'rsatdim. Mana quloqni. Yo'qni ko'rsangiz tushunasiz. Tushundim. Ultimate. Oy. Aga, buncha mazzami aka. Susepish kerak. Va men buni lekin 4 tagacha olib boraylik, sababi bundan kraska olsa ham bo'ladi, material olsa ham bo'ladi, shularni foydalanamiz. Babshish keladi, bo'ldi. Bu akkaunt urdi rekordni. Yaxshisi, оружие. Bo'ldi. Bitta boshini ham berdi. Tugadi, bo'ldi, mavzu tema tugadi. Ya'ni 3 ta ochamiz, sababi 4-garantgacha. No. Bo'ldi, tema tugadi. Eng arzonlardan olishni boshlaymiz. Eng arzonida, eng arzoni. Mana, olamiz. Обязательно. Hozir ishlatishni bosamiz. Buni olamiz. To'xtang. Naryoqdagi 3 tadan oling-da. Yo'q, hozir 4 ta bor. 4 ta bor. Yana bitta olganingiz yaxshi. Yo'q, mana. 4 tani qoldiramiz aka. 4 tani, misol uchun, yana 2 ta narsa olamiz. Qimmatlarini. Eng qimmatlarini qoldiramiz-da. Da, to'g'ri. Mana eng qimmatlari. Omabag'i ham bor. Boshqa yo'q-a? Da. 350 talikni olsanglar bo'y bittasi random bo'pti. Buni olaylik misol uchun. Bo'ldi. U yoqdagi narsalarni misol uchun mana bunday chiqamizda 4 tani ochsak, oha. Mayli. Hozir ishlatishga bosaveramiz buni ham. Default o'zi mana shunaqa eng past narsadan boshlaydi. No mayli. Okey, buni ham hozir full qilamiz akalar. Kraskalar olib. Okey, buni ham ishlatishga bosib qo'yamiz. Bir oradan minaylik boshqa qo'yaylik. Xo'p, bunga endi hammasiga 150 ta kraska beradi. Olamiz. Ki kraskalar bizga kerak edi. Ma'mulan olamiz. Hammasiga 8 ekan. Bo'ladi. Nima ham qilamiz boshqasini. Xo'p, endi akalar, hozir birinchi orujani full qilib olishimiz kerak. Mana buni ochibsiz birat. Ochgandan keyin kraskalarni oha, bunday kraska ham tugapti. Okey. Kraska ham tugapti. Kim yozdi? Hozir akalar. Buni full qilishimiz kerak. Bitti. Kraskani yetmaydi menimcha. Menimcha yetmaydi deb o'ylayapman. 8 levelda arujaning qizig'i. Aruja 8 levelda. Oldilari chiqib. Da. Uje 9 ta materialimiz qoldi. Xo'p. Yani 260 ta kraskani bu hozircha qoldirib turamiz, lekin akalar hali arujalar full bo'lmagan arujalar bor. Bu akkauntda eng zo'r tomoni 99 levelga qaratib olib ketyapmiz. Hattoki mana bitta bergan sovg'alarni ham olaylik-da. Hop, obzorimizni boshlaylik. Ko'p gapirmaylik. Obzorimizni boshlaylik. Akkaunt leveli ko'rib turganingdek 7360 da xullasda, ancha o'zimni ham esimdan chiqib qolyapti yarmiga kelganda. No, bu akkauntda yana
10 taga yaqin oruja bor, full qilinmagan. Hatto ba'zi birlar umuman birinchi levelda qolib ketgan orujalar bor. Bizga kraska yetishmayapti. Xolos, 100 imiz bor. Biz hozir ham shuna kraskani 100 ga olib turib, kuchaytirib qo'ysak bo'ladi, lekin men tavsiya berdim. Nimadir yaxshi material anaqa kraska beradigan keys kutaylik dedim. Chunki bajli nimadir emas. Misol uchun 7,5 ming ochko qilib qo'ya olamiz hozir. Chunki 100 ham bor, materiallar ham bor. Biz hammasini ko'tarsak, misol uchun bo'ladigan orujalar ham bor. 7,5 mingga boradi, bemalol boradi. 10 ta orujani ko'taradigan bo'lsa 1,5 ming ochko beradi. Chunki 8 levelli, 7 levelli orujalar bor. Uni ham qilamiz, lekin sizlarga boshidan bir obzorni ko'raylik biz. Obzor ko'raylik. Misol uchun to'xtaylar, mana buni kiyib qo'yaymi yo ham shart emas. Hop, akalar, akkauntda ultimate'lar. Olmabsiz-da. Nimani? Ultimate Honor Max olmabsiz. Naryoqda vertolyot, samolyot, orqa fon. Nu da, buni anaqadan berardi. Max oldik, hammasini oldik, qayerdan berardi bizga buni? Nagradaga kiradi. Shuni 10 qo'lda. Nagrada. Yo, 10 qo'lda. Qaysi 10 qo'l? Ana to'plantiribdi-yu. Ah, mana, okey. Da, bundan ham beradi. O, bundan ham pul solyapmiz. Hammasini ishlat. Buni ham bosamiz. Avatarkalarni ishlatmaydi-yu, mana buni ishlat. Buni bosamiz. Yo'q, yana ultimate berdim. Qilishtirib bunga ham berdim. Ana. Okey, buni ham bosamiz. Bundan ham bosamiz. Mana bunga beradi lekin. 38. Men o'zimda ham oldim, yaxshi aytdingiz. Plyus beryapti. Ya'ni, akalar, yo'q, men ham olmagandim buni. Da, men buni o'zi avtomatik beradi deb o'ylaganda qolib ketdi. Agar shu qolib ketsa, keyingi sezonlari olmagandek bo'lib turar ekan. No, Armanda qolardingiz. endi mana level yana ko'tarildi. Qancha ko'tarildi? Normalniy ko'tarildi. Xullas, akkauntimizni obzorini qilamiz. Ultimate'lar bitmaydigan, tugamaydigan ultimate'lar tugadi. Mana mifiklar rostdan tugamasa kerak deb o'ylayman akkauntda. Akkauntda nechta mifik bor, nechta ultimate bor? Hozir men e'tibor bilan qaramadim. Hozir oxirida yana bir qaraymiz. Nima ko'rdim? Old nimalardan bor? O'sha hamma interesting shu. Da, oldvi narsalar qiziq odamlarga, hozir ularni ham ko'ramiz. Hozir mifiklarni aka har xil kiyim, har xil odam yoqadi. Masalan, meni ham o'zim yoqtiradigan kiyimlarim bor, misol uchun. Meni kiyim ham RP dan olingan, 1800 ochko to'plab olingan. Buni olganlar bo'lsa biladi, buni yomon ishqiboz bo'lgandim o'sha paytlar bu kiyimga ham, misol uchun. Olish qiyin bo'lgan kiyimlardan bittasi edi. Hop, meni kiyim. Bu ikkitasi ham. Messiko, Angara Messi. Akalar, mana kecha futbol dedi mana shuni. Mana shu mifikni ochish uchun men necha yuz sarf qilgan podpischalarim bilishadi. 120 mingmidi, yo 80 ming, minimum 80 ming sarf qilganman. Mana shuni ochish uchun bermagan, juda qiynatgan. Mana qachon kelgan? Qaysi? Mana qizil. Mana ikkita qizil. Karolji-mi? Ha. Karolji bilan kollaboratsiya bo'lganda kelgan bular. O'yini bor bilan, raqsi bor aka. Yomon. Ko'rish kerak emas. Raqsini qidirib topib ko'rish kerak emas, yaxshi emas. Xullas, ketdi yana da. Nimalar bor? Ana ko'ra, hamma setda o'zini tarixi bor, biz yaqinda chiqqan Godzillalar. Hop. Dalishi. Bular ham. Mana kiyim ham olibdilar. Mana shuni aytdim-da, mana orqasi yonar ekan. Men ham oldim buni aytgancha. Bugungi videoda oldim. Hal qolganda ololmay qolardim, lekin oldim, omad kelib qoldi. Wow kartani ham Royal Pass'i bor ekan. O'sha yerda Nefiski mana formalar bor ekan. Bitta ko'rib turadi. Royal Pass ochilib wow karta. Mana ko'rmanman. Nefiski kiyim bo'lsa, uni olib qo'yish kerak kolleksiyani ko'tarish uchun. Voy, mana kiyim. Ko'rdim. Mana anaqami bu populyarlikdan beradigan kiyimmi-da? Da, o'sha menimcha. Populyarlik. Bu Starsmi nimadirligidan bergan bu, o'shanga o'xshab ketargan. Kiyimam redkida. Hop, dakansa asroqqa tushganda, ana endi oldivilarga kelamiz. Kansamasa kansan. Da, oldivilarga endi kelishni boshlaymiz. Hop. Akalar. Menga bitta narsa, basketbol setlar bormi? Tema. Basketbol seti. U bunaqa, bu legendarniy emas u. Da, epic'da zo'r bo'lardi agar bu akkaunt
Bajarni bor. Bajarni Siz bor uspet ekan. qilmadingiz. Men Siz uspet buni qilmadingiz. da men ololmagan. Yomon bo'lgan. 4 sekund ketqizgan. Bo'ldi, o'sha akkaunt sezildi o'zi. Mashsha, akalar, bajarni bor ekan. Tushunyapsizlarmi? Bajarni. Meni orzuyimdagi setda J2lar bor ekan. Oha. Ana. Akalar. Demak, to'rtalasi bor ekan. Mana tugatib qo'yadigan darajada ekan, normalniy, mashsha. Basketbol to'rtalasi kelarmadi. Nima qiladi? Agar basketbol 4 ta chiqib kelsa bilmadim. Kapitan seti mana bunisi redki lekin oq jenskisi. Shuncha odam ko'rmagansan. Sal o'tkazing teparani. Ammo Shu ikkitasi. lekin bu ham anaqada kristaldan nimadirda kelgan edi-da, o'sha общий kelgan edi. Qiz bolaniki. Da, Yonida turib. setdan ko'ra. Hamma personajlar ochilgan ekan. Basketbol yo'q. Basketbol kelmagan. Vay, shu akkauntga. Aytmasa ham kerak. No, bajarni bor ekanda, eng qizig'i. Bilmadim, вообще basketboldan ham redkiroq narsa. Bajarni bo'lsa kerak deb o'ylayman. Da, janin kiyib oling, akalar. Hop. Shlemlardan. Menda bitta shlem bor. Agar shlem bo'lsa, bilmadim. Ishi. Bu mifik emas lekin. Menda yo'q shlem. Men ocholmagan. Nimaga ochmaganman o'zim ham bilmayman. Mana voy bor ekan, mana bu shlem. Royal Pass'ga kelgan bu. Yo'q, Royal Pass'ga kelmagan bu, anaqada kelgan. Royal Pass. Spider-Man, yo'q, Spider-Manlar bilan hamkorlik bo'lgan paytda mifiklar kelgan, ani qo'llar yonadigan, mana shunaqa yonib turadigan mifiklar kelgan. O'shanda kelgan. Bo'ldi, eslar. Draba chiqqan ekan, shaga bilan kelgan. Da. Menda yo'q kaska, nimaga sizda bor? Kelyapti. Sizda eng qizig'i bu kaska borki, Inferno masalan, любой kiyimga yarashib ketadi-ku. Sal teparoqqa chiqaring. Sal teparoqqa chiqaring. Ar turibdi boshiga. Pastroq. Manmi? O'tkazib yubordi. Bosing. Da, bu ham. Ustiga bosing, qaysi bu? U yo'q, o'xshayar ekan. Lekin men qaysi ana bor ekan-u, o'tib ketdi o'ng tarafda. Qaysi? Redkisi. Sal teparoqqa chiqaring, sal teparoqqa. Yana. Manmi? Ana o'ng tarafda. Mana. Mana qayerda? Hozir men deganim bor edi-yu, narxlarni ekan. Bu qanaqa kaska bu? Qachon keldi bu, akalar? Mana ko'ch, anaqa bilan kelgan-ku, mushu bilan. Vроде mushu bilan kelgan. Lekin bitta ko'zimga tashlandi mani. Addushi. Hop. Bosh kiyimlar, akalar, bosh kiyimlarda otni ham boshi bor ekan, ajdarxoniki ham bor ekan, dinozavrlaring kelsin deganidan ekan. Hammasi bor, bosh kiyimlarda. Menimcha muammo hech qachon bo'lmagan bunaqa akkauntlarda. Tush tugamaydi bu akalar. Tush tugamaydi. Turaveradi. Oha. Ochishga ham, PUBG ocha olmayapti ham akalar. Hamma bosh olgan ekanlar. Hamma bosh bor ekan akalar. Вообще terilgan ekan boshlar. Ko'z oynaklarimiz. Lentamon. Okey. Tuzu, normalniy akalar, ko'z oynaklarni вообще men ko'rmagan ko'z oynaklari chiqib kelyapti. Voy. Ashiralarni qaranglar akalar. Voy. Hop. Maskalarni ham odatda hammasi bo'ladi, mana bu joyga keldik endi. Voh. Kami bor, akkauntda bep kami bor ekan. Brigadga ham bormi yo yo'qmi brigadga? Old burodi yo'q, oldida. Da. Bor ekan brigadga. Yengisi. Ya bunisi. Da. Old emas-da. Da. Originali yo'q ekan. Da. Shunaqa tomonlari bor akkauntda, lekin mana shunga qaramasdan, qanaqa bu akkaunt 99-levelga qarab ketyapti-da, eng qizig'i. Shu missiya bo'la yo'q. Da. Lekin akkaunt 99 ga qarab ketyapti akalar. Birinchi bo'lib menimcha mana shu akkaunt bo'lsa kerak, agar kimdir sotib olib kelmasa deb o'ylab qoldim. O'zbekistonda 98 bo'la olmayapmiz. 99 kelsa hayron qolasiz. Ya bratam aytdilar, 99 olib kirmoqchiman dedilar.
Bilmadim demak, men arzimaydi. 99 ga o'shancha pul sarf qilishga deyapman. Hozir men ushab turibman. 3-4 martalab aytyaptilar, juda ogilar kelyapti biratda rostdan. Gaplashganimizda ham 99 olib kirmoqchiman deb yotibdilar, lekin men to'xtatib turibman. Nimaga to'xtatib turibman? Sabab o'zim bilan chiqib oliydi. Yo'q, men anaqa emas. O'zlari masalan mana shu open case'lar qilib, boshqa qilib 99 qilganlar yaxshi-yu, baribir. Nimagaki boshqa 99 olib kirsangiz, nimadir case kelsa, yarmidan ko'p narsa bo'lsa u case'da. Open case ham qila olmaysiz maza qilib. Misol uchun. To'ppa-to'g'ri. 99 ga o'zlari olib chiqqanlari ham bir maza. Endi olib kirisham bir temada, lekin o'shancha pulga men o'ylayman arzimaydi. Hozirgi paytda, oldingi payt bo'lganda-da, mana yo'q bo'lgan paytda mayli, 98 da ham yo'q bo'lganda, hozir 98 lar bor, 97 lar bor O'zbekistonda. 99 yo'q. Birinchi bo'lib qilish baribir mazada, o'zingiz olib chiqish deb o'ylayman. 99 ga teng bo'ladi masalan. Okey, 97, 98 lar mayli, dunyoda ham ko'p, lekin 99 kam. Bitta qo'shilsa O'zbekistondan zo'r bo'lardi. O'zbekistonda birode bittada bor-ku. 99 yo'q hali. Ha. Bitta arendaga keldi deb eshitdim. Men eshitganimni aytyapman, yana bir pastda hate qilib, shuni ham gapirdi demanglar. Bitta o'zbek bayrog'i paydo bo'lgan edi, lekin men eshitishim bo'yicha uni arendadagi kanallardan olib, qanchadir vaqtga deylik, 2 oy, yana 1 oy shunaqa deb eshitdim. Yana bilmayman, balki men eshitgan gap yolg'ondir, balki ular eshitgan gap noto'g'ridir, bilmayman u narsani. Lekin meni eshitishim bo'yicha endi biz sohani ichida bo'lganligimiz uchun bizga nima deydi, orqa fondagi gaplar keladi-da akalar. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar bu narsani. Adminlar tomonidan juda ko'pi haqiqat bo'ladi. 207 ta aruja bor ekan, akalar. Sizga yana bir xil ekan. Da, meniki ham adashmasam 207 tami, shunaqa, 208 tami. 208 ta bo'ldi. Da. Menda lekin bitta akam bor, keyingi oy kelish kerak. Buni full qilamiz akalar, xavotir olmanglar. Mana men bitta hozir ko'ramiz. Qaysi arujalar full emasligini ko'rib o'tib ketamiz, kakrat. Hamdravavik ochilmay qolib ketgan ekan. Bu adashmasam bonus pasmidi yo anaqamidi, garantiya? Yo'q, yaqinda keldi-yu. Hozir yaqinda keldi. Mana bu bonus pasmidi? Yo'q, hozir yaqinda men. Bu akkauntni almashtirayotgan paytlarga to'g'ri keladi-da, mana shu narsalar. Menda ham shunaqa bo'lgan. Akam ham shu akkaunt almashtirilayotgan paytda ochilmay qolib ketgan. Men ikkitasi ham ochilmay. Oha, 4 ta aruja yo'qligida shuncha. Bu rostdan buni kolleksiya leveli nimadan oshib ketgan? Vashchi zo'r. Mana arujalarni kuchaytirasiz, X kostyumlarni kuchaytirasiz, mashinani kuchaytirasiz. Manimcha lifehacklarni bilmayman, smoke'am. Mifiklar ko'p bo'lsa kerak u anaqada deb o'ylayman. Hozir X yuklarni hammasini ko'ramiz akalar. Lekin akalar, kuchaytirilmagan arujalarni men qidiryapman-ku. Qolmagan shekilli kuchaytirilgan. Qolganida lekin 10 tacha bor kuchaytirilmagan arujalar. O'shalarni kuchaytirishim kerak. Hali kraska olib, banda ko'rasizlar. Nechinchi levelgacha kuchaytirish kelishatgachami? Hammasini full qilib, mana bu masalan bitta mana. Topdik. Bitta Scarl bilan bitta bo'lsa, misol uchun 3 ta bo'ldi. Ana o'tib ketaylik shu narsalarni tekrar. Full maslarni sanaymiz, keyin full qilamiz. Mana men shak yemanda. Yo'q, nimaga sizda bor? Hop. Bo'ldimi? Hozir to'g'risini topamiz. Faqat hech bir o'zimdan yetib qoldim. 4 ta mana. Mana 4 ta. 5 ta. Biratan yoqqanni kuchaytirar ekanlar faqat. Orada qolib ketgan. Da 5 ta bo'ldi hozircha. Mana shu ham bu menda bor. Beshta bor ekan. Hamma ham menda yo'q. 5 ta bor ekan, menimcha qolgan hammasi full bo'lsa kerak o'ylab qoldim. Yerni olsin. Tushaman, tushaman. Yana bo'lsa baribir full qilamiz-ku biz. 5 ta sanadiga. 6 chiqib keladi. Yaxshi, chiqsa kolleksiya level ko'tarishga yaxshi. Tilla o'zi hammasi full bo'ladi akalar, esdishdi-ku. Hop. Ya, men u kuni oldingi videoda hammasini ko'rdim. Bular full, hammasi full.
degan Ha, xolos. bunday ko'rgan bo'lsa tushib o'tirmaydi. Ha, chunki bo'ysini bossangiz bu yoqdagi full-da. Da. Videoga qo'shib boriq shuncha narsani. Ha, o'z videoda ko'rishadi. Eng tepadan biz qoldirib yubormagandik, ha, misol uchun mana bu full. Full bu ham. Ha, qolib ketganda, men shu bilan hisobladim. O'zi 5 ta qilishimiz kerak bo'lgan orujalarimiz bor. Xitlar esa, akalar, xitlar esa. Ha. Загрузка qilinmagan ekan, ochilmaganda ko'rindi. Buni 7-level ochilishiga 7 level qilishgan ekan. Wow. Dana hammasini full qilib tashlashgan ekan. Birortani nomiga bir level ham qoldirilmagan ekan. Katta plyus berar ekanda, X'lar hammasi 7 da, eng qiziq. 6 da 6 bo'lgan oldin, keyin 7 bo'lganlar menda 6 qolib ketgan. Misol uchun 7 qilmaganman. Sizdan nasreniya qarab kuchaytirgansiz-da. Men hamda yoqqanini kuchaytiraman, no ko'pini full qilishga harakat qilaman, endi pul yetganicha. Endi unaqa boy emas ekan. Oddiy odam. Endi bari endi Voy. Ko'rdim hozirmi? nima edi hozir? Mana bu ruletkadan olinmagan narsalar bormi hozir? Ana shundan ko'rdimmi men hozir? Yo'q. Nima oldi? Akkaunt almashayotgan paytga to'g'ri keladi bu narsalar ham. Hozir mashinani bitta ko'rib yoraylik. Mashinani ko'rdik. 52 tami, za что? 52 ta mashina qattan. 52 ta mashina PUBG tarixida kelgan o'zi. Anaqaga UAZga yo'qda ham 10 ta. Ham 7 ta. Oha. 7 ta dacha. Ertaga men o'ynayman shu akkauntda. Bo'ldi, meni orzuyim. Mana shu bormi? Bo'ldi, akalar, bo'ldi. Tema tugadi mashinada, bo'ldi. Hajarni setdikamiz, mana shuni olamiz qo'limizda. Qoch ultra kelyapti deydi. Bu yarasha yarashaveradi, bo'ldi. Vah, ey, men bu bilan. Hoji aka, siz nimaga o'tirsangiz ham yarashadi. Aka, rostdan arenda kanalimdan R2 mashinasi bor akkauntni olib, ora-orada streams o'ynayman. Rostdan aytyapman. Shunchalik yoqadi menga. O'ynagim kelib qolgan paytda berdingman, adminimga kiraman, mana shu mashinani minish uchun o'ynayman, ora-orada. Bu menga yomon yoqadi, borib. Mashina dahshat. Prosta bomba. Ha, jarlar. Meni orzularim shu akkauntda jam bo'ldi. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. Lekin akkaunt rostdan agar basketbol ham bo'lgan chop borardim sekin. Qo'torardim men. Hop, yana nima bor? Ultra pakini chat bo'ladi ekan. Ha, sekin Emotsiyalar. Telegramni udalit borardim. Nima qila olay? Topa olmasizlar. Hop, akalar, bu yoqda vertolyot manga eganda. Anaqa narsalar yo'q. Ha, vertolyot bor ekanmi? Podpисчикlarga beramiz mana shu populyar narsani hammasini jigarlar. Hop. Yana nimani ko'rmadik biz o'zi? Kompaniyonlarni ko'rmadik. Kompaniyonlarda menimcha hammasi bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Orada mana shu vaqtda donat qilinmagan ekanda, mana shu sezildi, juda katta sezildi. Orada mana shu orujalar yo'q. Akkaunt sotiladigan paytda bo'lganda, bular sotib olishlari, akkaunt sotadigan odamlar baribir ochmaydi adminlar, shunaqa narsalarni o'tib ketadi-ku degan narsa bo'lmaydi. Shu paytdagi to'g'ri kelgan narsalarni juda ko'p qolib ketgan. Agar ularni ham ochilganda hozir 7,5 mingdan ko'proq bo'lardi ochkosi deb o'ylayman. Men bildim nima qolib ketganini. Nima qolib ketdi? Titlga kiring. Titullarni ko'rish kerak lekin. Shunaqa akkauntda bor redki titul. Akkauntda bo'ladi aka. Men titullarni zo'r tushunmayman ochiqchasi, ba'zi so'kib qolmaylar. Ana qatdan ochardi titullarini mana. Ana. Bu nima bu 2023? Populyarmiz. Nimadir? 2023 da. Yana nimadir akalar? Bu ham masalan hammada yo'q. Populyarniki bu? Da, populyarniki bo'lishi kerak. Sizda Sizda ham bor-ku? Bu bor, bular etki emas. Bu prosta bosib. Takuzava. Tabriklar, rosa olingan. Voy. Mana sekin o'tyapman, men anaqani qidiryapman-da aka. Biz qandoqmiz? Biz bundoqmiz. Bu meni titulim aka, esishdi. Bilmaganlar uchun. Biz qandoqmiz? Biz bundoqmiz. Not News paytlari
Ha, bu gapni hamma ko'chada ko'rganlar, aka biz qanday Nega? bo'lib ketadi, rostdan. Titul Redki nima yo'q edi bu? Redki titullar yo'qmi? Yo'q, Aka, boshqa. 23 anu Nima biz o'zi? uchun redki bu aka, bizda yo'q masalan bunaqa. Mana tepada turgan u hamildan. Misol uchun-da endi masalan. Hop. Da. Bayroqlarda nimalar bor ekan ko'r, uzr. E, Ha, ramkani o'zi ham вообще normalniy misol uchun. Endi bu yog'i ko'p narsalar bo'ladi. Yana nima bor bizga? RPlarni ko'rsatsak bo'lardi. Qani edi, qayerdan ko'rsa bo'lardi? Kolleksiyaga kirib. yuridik kolleksiya emas u. Kolleksiya emasmi? 10 tarafdan nastroykasi. O'ting. Bogi joyga. Kirgan joyga. Yo, ana. O'zingiz profilingizga kiring. Hop, mana o'z profilimga kirdim. 10 taraf tepani bosing. Ha. Qayerda buni O'shadan ko'rsa bo'ladi. Da. Qaniydi, qayerdandir ko'rsa bo'lardi-da. Qayerda edi, Yo'q, mana menimda ham bor, bo'lardi o'zida. menimcha-ku. Hozir to'xta. Yo'q. Ha? Real pasdan qayerdandir ham ko'rsa bo'lardi-da, aka. Sezonni istamidi, RPga kirish kerakmidi? Ha, RPni o'zidan kirilardi adashmasam. Bundoq kirib. Ha, ramkani pastidan ko'ringlar. Ha, mana. Mana. Topdik. Ana. Biz Topdik. o'sha joyni topdik. Paytda o'zi 50 lik bo'lgan avval. 50 yil bo'lgan. Ha, bundan ochilgan. Oha, boshidan ochilgan. Ikkinchi sezondan o'zi Real Pass kelish boshlagan, lekin unda 60 gacha bo'lgan. 2 dan kelishni boshlagan. 3 dan. RP 3 dan aka, adashmasam. 2 RP yo'q. 2 sezon Ikki bor, lekin RP yo'q bo'lgan. 3 dan kelgan. Yo'q-a? Ha. Nu o'shanda ham 100 gacha bo'lmagan, birinchisi adashmasam. R2 RP emas-da, R2 anaqa bilan kallab. O'yin bilan. Ha. Men bu ham o'sha 60 gachami, 50 gachami bo'lgan o'sha paytda ham. Keyin 5 danmi yo 4 danmi 100 dan bo'lgan. Nu shunaqa. Mana 3 ta o'ynaganman. Akkauntim, birinchi akkauntim 3-sezonda ochilgan, lekin tushunmaganman sezonni, Real Passni. Prosta o'yinchi bo'lganman, o'ynab yurganman. Keyin men 6-sezondan tushunib o'ynaganim, 6-sezonda Real Pass ko'tarardik, boshqa qilardik. Men masalan, men bu sezondagi kiyimlar, misol uchun, bu yerda kiyimlar bor-ku, mana men bu kiyim, misol uchun. Ular o'shanda men 6da ham zo'r tushunmaganman. Nu tushunganman, skin, kiyimlar degan narsani tushunish boshlaganman, lekin asosan 7-sezondan qiziqishim oshgan. Shuning uchun bu paytlarni endi juda zo'r bilmayman. Yana nima qoldi? Akkauntda ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan. Xo'p, mifiklar soni общий hisobda mana 1195 ta, почти 1200 ta ekan, 104 ta anaqa bor ekan, ultimate bor ekan, 207 ta kuchaytiradigan 14 ta X-Suite hammasi bor. Super karlar 83 ta ekan, общий bu nima? Guild 83 ta, bilmayman, 53 ta. Ultimate. Ultimate. Anaqa ultimate guild. Saladashdik. Bilmayman. Xullas, shunaqa gaplar akalar, akkauntimizda hali yana kuchaytiriladigan, orужияlarni kuchaytiradigan bo'lsa, 74 minglarga borib qolar ekan. Populyarnisini, menga ham qiziq, populyarnisi bekitib qo'ygan edi. Ko'rsatsak bo'ladimi, biroq? Уже поздно. 1 million 700, почти 2 millionmi shu raqam? 176 million. Ha, 176 million. Uzr. 1 milliondan kelishim. Men matematikam tugadi-da, mana akalarni boya mifiklar ichida. X Y o'q deydi-ku. Xullas, shunaqa. Akalar, ko'rib turganinglardek, akkauntimizni kolleksiyalar orqada mana qiz yotqizib qo'yishibdi. O'zini ham kiydirib qo'yaylik, bundoq qilib. Qandaga? Ha, shu fonlar qolib ketdi, fonlarni ko'rsatmadik. Ha, da. Orqa fonlar. Ha, vo, joy. Godzillaniki bormi? Godzillaniki qaysi edi u? Ana olovliki. Olovlimi? Mana emasmi? Yo'q. Yo, sal teparoqqa chiqasiz. Sal teparoqqa chiqaring. Aynan chap taraf bo'lishi kerak uni. Mana mishki chapidagi yo'q, tegidagi. bumi? Oshna bitta tepadagi. Voy bitta tepadagi. Voy, yordingiz. Atila. Ha. Ana. Mana ham zo'r, menga yoqadi menga ham. Orqasini bundoq bosib. Esports ham zo'r. No, yangi kelganini qo'yib qo'yaylik, endi yarashib tursin. Qo'liga yangi orужие. Qo'liga orужияni ham qanaqa turadigan pozalari, anaqa. Aha.
Ana. Buni pul qilmadiku. Full qilmadik, chunki hozircha kraskamiz yo'q. Bir kraskani zo'r beradigan keys bir 100 ming larga ochib turib, hamma rojani full qilib qo'yamiz akalar, va'da. Xullas akalar, oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. O'sha gap samolyot yutib olish uchun ID qoldiringlar, like bosinglar va obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Undan tashqari 20 ming UC 10 ta real pas, yana ikkita samolyot yutib olish uchun Telegramga o'tishinglarni tavsiya qilaman. Keyingi video, keyingi streamda ko'rishguncha hammanglarga kattakon rahmat. Bu kanalda stream bo'lsa, обязательно 100 sovg'alar tarqatiladi. Stream bo'lganda kirishni tavsiya qilaman. Shuning uchun, xudo xolisa ertaga stream qilamiz bu kanalda. Hammaga rahmat. Bye.